Bemorimiz 13 yosh, bundan 40 kun oldin o'ng tomonlama endoskopik timoplastика bajarganmiz. Hozir qayta ko'rib keldilar, tekshirib ko'ramiz. Bemorning ikkala tomonda ham quloq eshik pasaygan va ikkala quloq nog'ora pardasi butunlay yo'q desa ham bo'ladi. Juda ham katta tekshiruv. Operatsiya bajargan 40 kun bo'ldi. Operatsiya quloqchidan endoskop yordamida bajarilgan. Mana birgalikda ko'ramiz. Mana quloqning holati juda ham zo'r, idealni. O'rtasida mantiqqa katta defekti bor edi. Mana o'rtasida qon tomiri o'sib, ideal holatda turibdi. Hali bu endi 40 kun bo'lgan. Yana ham hali bu taranglashib, inshaalloh bundan ham chiroyli holatga keladi. Yaxshimi eshitish? Orolama operatsiyadan keyin ahamiyatli jihati endoskopiyskiy, ya'ni quloqning ichidan qilingan operatsiyadan keyin og'riqlar bo'lmaydi, diskomfort bo'lmaydi va juda ham yengil kechadi reabilitatsiyasi. Qatta bog'lam qo'yib qiynalib yurmaydi bemorlar. Xudo xolasa hozir oylar ham aytdilar, ikkinchi qulog'ini shu avgustdagi mo'ljalasak bo'ladimi doktor, sentyabrgacha ikkala qulog'i ham bitgan bo'ladi dedi. Inshaalloh avgustda ikkinchi qulog'ini qilib beramiz.